Yaqinqi bir qancha yildan buyon xalqaro matbuotlar Xitoy hokimiyatining Uyg'ur elida qurgan jazo lagerlari haqida nihoyat muhim uchurlarni oshkorlab kelgan edi. 2 mart kuni xalqaroliq dangliq axborot kanallaridan biri bo'lgan BBC xabar agentligi bu lagerlarga chetishliq majburiy əmgək haqida maxsus xabar berdi. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyning əmgək kuchi nomida Uyg'urlarni Xitoyning ichkiri o'lkalarga yo'tkishdagi asli maqsadi Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish va ularning nopusini azaytish ekan. Xitoyda elib berilgan va BBC ko'rgan yuqori saviyalik tadqiqotda ko'rsatilishicha, Sharqi Turkistonda yashaydigan 100 minglagan Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarni yiroq rayonlarga ishlashga avatish va ularning nopusdagi nisbatining tuvanlashini keltirib chiqargan. BBC'ning tadqiqoti har qaysi rayonlardagi tashviqot doklati, zavod ziyorati, shundaqla yuqori darajalik amaldorlar uchun tayyorlangan va ehtiyotsizlikdan to'rga chiqarilgan tadqiqot doklatini asos qilgan. Türkiye'deki asasıq partiyalardan biri bo'lgan Bo'lan yaxshi, ya'ni İyi partiyasi Türkiye Büyük Millet Meclisiga Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik haqida o'rtaq bir qaror ma'qullab, xalqaro jamiyatga e'lon qilishni talab qildi. İyi partiyaning parlamentdagi guruhi mas'ullaridan İsmail Tatlıoğlu, Lütfü Türkan va Musavat imzosi qo'yilgan bir iltimos Türkiye Büyük Millet Meclisi raisiga sunuldi. Mazkur partiyaning raisi Meral Akşener xonim 28 fevral Uyg'urlar haqida to'xtalib, Kanada va Gollandiya parlamentining Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilganligini eskartib, Turkiya parlamentiga bu vaqtda taklif sunishga chaqiriq qilgan edi. Parlament a'zolari mundaq degan: Sharqi Turkistondagi dindosh va qarindoshlarimizning qismatlariga qarata dunyo davlatlarining davlat, hukumat va parlament saviyasidagi inkoslari orqa-orqadan o'tirg'a chiqayotganda, ismining beshida Turkiya nomi bo'lgan Türkiye Büyük Millet Meclisining buningga sukut qilishini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Xitoy sobiq lager shohidlarining shaxsiyatiga hujum qilish orqali xalqarodagi ayblashlarga javob qaytardi. Mutaxassislar bo'lsa Xitoyning qilmishlari haqidagi guvohlik so'zlaridan andishiga tushganligini aytdi. Lager shohidlarining guvohligi orqali Uyg'ur ayollarining yig'ilish lagerlarida jinsiy parokandachilikka uchraydiganligi oshkorlangandan keyin xalqarada Uyg'urlarning kishilik huquq tafsandichiligini ayblash sadolari kuchaydi. Xitoy bo'lsa guvohlik bergan ayollarning shaxsiy va tibbiy uchurlarini o'ydirish orqali ularning so'zlarini yolg'onga chiqarishga urindi. Xitoy doiralari ularning ismlari, shaxsiy hayoti va tug'ish iqtidori bormi yo'q degandek tibbiy uchurlarini e'lon qildi. Ularning ba'zilariga noshoyan munosabatda bo'lish bilan tuhmat qilsa, ba'zilarining jinsiy yo'lida yuqumli kasallik borligini aytdi. Doiralar bu uchurlar orqali u ayollarning axloqiy fazilatining nachar ekanligini isbotlashga va yig'ilish lagerlarida bosqinchilik va dafsandichilik qilmishlari borligi haqidagi ayblashlarni rad qilishga urindi. Microsoft Xitayni Amerikadan nurg'un organ, tashkilot va şirkətlىرىنىڭ ئېلېكترونلۇق xat sanduqiga to'r hujumi qildi deb aybladi. Yana bir tarafdan Xitoy hujumini hukumat bilan bevosita bog'lashning intayin sezgur siyosiy masala ekanligini o'tirg'a qo'ydi. BBC'ning doklatiga qaraganda, Microsoft elektronluq xat mulozimatiga hujum qilgan Xitoy hakkerlarining hukumat qo'llagan yuqori mahoratlik va bilimlik ekanligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika va Yevropa ittifoqining embargo qaroriga qarata Aleksey Navalniy delosining Rossiyaning ichki ishi ekanligini, chet elning aralashishini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi: Biz ilgari Xitoyning pozitsiyasini ko'p qatim tushuntirdik. Navalniy delosi butunlay Rossiyaning ichki masalasi. Chet el kuchlarining buningga aralashish huquqi yo'q. Aleksey Navalniy delosi sababli Amerika 7 nafar Rossiya fuqarosi va 14 organni qora tizimlikka kirgizgan bo'lib, Yevropa ittifoqi 4 Rossiya fuqarosiga jazo yurgizgan.